Kelin kuyovsiz to'y yoki 10 yil oldingi armonimni amalga oshirish. 10 yildan keyin shu narsani xohlab qolaman deb hech o'ylamagandim. Biz maktabni 9-klass vaqtiga tugatganmiz, chunki o'sha vaqtlar 11-sinf degan narsa yo'q edi. 25-mayga hamma chiroyli bo'lib, yasanib, maktab kelib, hamma bilan xayrlashib, yig'lab, tadbirlar qilib, tadbirdan keyin gullatlarga borib, marojna hot-doglarni yeyib, men shunchaki borib, tadbirni o'tkazib, kelib uxlaganman. Sinfdoshlarim mani baribir kelmaydi deb bitiruv kechasiga ham даже chaqirmagan. Qaysi chislo, qayerga, hech narsani даже bilmaganman. Keyinchalik necha yildan keyin eshitsam, bizani sinf выпускной qilgan ekan. Hozirgacha birontasi bilan gaplashmayman, lekin tugatganimga 10 yil bo'ldi. Bugun men o'zimni bitiruv kechamni qildim. Aniqrog'i jiyanimni bitiruv kechasi bo'ldi. Men ham unga qo'shilib o'zimnikini ham o'tkazib oldim. Salonga bordim, professional makiyajlar qildirdim, manikyur, pedikyur qildirdim. Prokatga вечерний ko'ylak oldim, hammasini cheki-puk qilib bitiruvga keldim. Eng qizig'i, yoshlar faqat o'ynadi, kuldi, bir-biri bilan rasm tushdi. Men nima qildim? Yedim. Faqat yedim. Ustalga nima bo'lsa hammasini bitta-bitta qo'qdim. Yonimdagi apacha bilan ASMR time ham qildik. 3 kundan beri sizlarga aytaman degan yangiligim shu edi. Shunaqa xursand bo'ldim. Yana bitta armonimni oshirganimga. Ishonasizlarmi? Orzular amalga oshadi. U uchun qaytib maktab o'qishim shart emas.